Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Men Baltayeva Sayyoraxon Abdulhakimовна, vrachman, politologiya vrachman. 36 yillik stajim bor. Hozirda pensiyadaman, ammo ishlab turibman Shahar sanatoriyasida. Dejurniy vrach bo'lib. Men bu kashiga sog'lig'im tufayli kirib kelganman, o'zim iste'mol qilganman. Natija olgandan keyin kasallarimga tavsiya qilishni boshladim va ko'pchilikni davoladim. Natijalarim rosa ko'p. Men hozir ozgina bir 2-3 ta natijamni aytib bermoqchiman. Mana hozir mana bu yerda bitta ayol aytdiki, sistitda mumkinmi prokladkani deb. Men hozir sizlarga misol keltiraman. Bitta misol, ammo ko'pchilikni davolaganman. Sistit bo'yicha o'zimiz vrachimiz, Shaharda vrachimiz bir kuni xonasiga kirsam, javrab o'tiribdi. Ish o'lsin, pul o'lsin, ishdi, pul deb o'zimizga qaramaymiz deb o'tiribdi. Nima bo'ldi desam, shunaqa alitsistiklion o'tyapti deyapti. Og'riq bilan bo'lyapti deyapti. Davolansam yaxshi bo'lyapti, to'xtatsam yana qo'zg'ayapti. Yana davolasam yaxshi bo'lyapti, to'xtatsam nima bo'lyapti? Ertaga ishga ham kelmayman, borib apparatga tushaman, o'zimni bir tekshirmasam bo'lmaydi deb o'tiribdi. Keyin aytdim, to'xtang dedim. Men sizga bitta prokladka beraman, azon anion davolchi prokladka tushuntirdim. Mana shuni tuting. Mayli, agar effekt bo'lmasa keyin boraverasiz dedim. Mayli birinchi dedi. Berdim. Mana bugun dejurga borib bergan bo'lsam, ertasiga уже obedda chiqqanda ko'rishdik, aytdiki, Sayyor opa, sizni sehrli prokladkangiz yaxshi ekan deyapti. Nima bo'ldi desam, og'riq yo'q. Doim og'riq bilan yurardim, og'riq yo'q dedi. O'sha mana yuribdi, tekshiruvga ham bormadi. Bu sistit bilan. Endi yana ikkita rezultatim bor, natijam bor. O'zimni kelinim ikkinchi homilasi tushgandan keyin hech homilador bo'lmay turuvdi, rosa davolandi. Mayli davolansin dedim, davolandi. Homilador bo'lmay turuvdi. Keyin men olib kelganman, tutganman, meni prokladkani olib tutdi. Indamasdan olib tutdi. Oyijonim bilmaydi deb o'ylagan shekilli. Keyin issiq borgandan keyin qo'rqib ketibdi-da. Ertasiga aytadi, oyijon, siz prokladkangizni tutgandim. Bu issiq ichimga kirdi-ya dedi. Ha, kiradi dedi. Mana shamlashingiz bor, tutavering dedim. Berdim. Tutdi, ishonasizlarmi, o'shandan keyin homilador bo'ldi. Shuni bilib, keyin akamni kelini 3 yildan bir homilador bo'lmay turuvdi. Hamma joyga borib, davolandi, bormagan joyi qolmadi. Ham semirib ketdi. Keyin biz bordik, mana Asadbekni olib bordim, mana guvoh Asadbekni olib bordim. Ko'rdilar, lecheniya yozib berdilar. Yo'q, ishonmadi. Yo'q. Yana shuncha pul ketadi. Mana qancha joyga bordim, hech rezultati yo'q, ko'rmadim dedim. Bo'pti dedim. Mana shu prokladkani berdim besplatno. Mana tutib ko'ring dedim. Yarmini mayli ayingizga bering, yarmini o'zingiz tuting desam, ayasiga bermasam o'zi tutdi. Yaqinda borsam, gap o'ynaymiz, gapda borsam aytadiki, Sayyor opa, kelinim homilador dedi. Ana ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan ham sehrli prokladka. Keyin yana uzoqqa bormayin, zubnoy pasta to'g'risida ozgina aytmoqchiman. Uzumda tovonidagi og'ridi, pяточная deydi. Vrachlar bo'lsa bilishadi, pяточная. Shunaqa kuchli og'riq bo'ladi, oyog'ingizni qo'ya olmaysiz-da. Как раз haligi issiqko'lga borish kerak edi. Voy, qanaqa boraman ekan deb sanatoriyada yuribman, ultrazvuk oldim, lazer oldim. UVT degan bor, udarvolnovoy terapiya. Olsangiz yaxshi bo'lib qolasiz deyishdi. 2 marta oldim. Nazorat qo'zg'atdi-da, yaxshi bo'lmadim. Oyog'imni qo'ya olmayman. 2 kun qoldi issiqko'lga borish uchun, 2 kun qoldi. Keyin uyga kelyapman, og'riq kuchli, nima qilay ekan deb turuvdim. Keyin esimga tushdiki, Telegramda men ko'rdim, bitta odam nevarasinimi, o'g'linimi boshini shishi bilan kelganda hech qayerda effekt ko'rmaganda, zubnoy pasta surkagandan keyin o'sha shishish yo'q bo'lgandi. O'sha esimga tushdi-da, zubnoy pastani oldimda surka rosa ezib yotdim. Nima bo'lsa bo'ldi deb. Ertasiga tursam,
og'riq ancha pasaydi. Oyog'imni bo'syapman, xursand bo'ldim. Bir kun qoldi issiqga. Bugun ham surkayman dedimda, surkab oldimda, yana shunaqa qilib yotdim. Ertasiga yo'q og'riq. Issiqga bordim, yana oldim, o'sha yerdan surkayman agar og'risa deb oldim, ammo bordim issiqga, yo'q, og'riq yo'q. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu yerda hech narsa ko'ra, o'zimda natija oldim. Natijalar ko'p. Nima deganda haqiqatan ham yangi mahsulotlar sehrli mahsulotlar. Не только prokladka, qolgan mahsulotlar ham sehrli mahsulotlar. O'shanga hammalaringga tavsiya qilaman. Yosharib yuringlar.